Men ismim Farruh, 19 yoshdaman hozirda. Men ismim Otajon, hozirda 14 yoshdaman. Meni ismim Shahboz, men 14 yoshdaman. Ingliz tilini o'rganayotgan vaqtlarim o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi qiyinchiliklari shu so'z o'tlashlarda va talaffuz qilishlarda murakkabliklar bo'lgan menda. Ingliz tilini o'rganish jarayonimda o'rtoqlarim ko'plari menga havas qildi, ba'zi birovlar hasad qilgan bo'lishi ham mumkin, lekin ular doim meni qo'llab-quvvatladi, uydagilarim, ota-onalarim meni juda ham qo'llab-quvvatladi. Ko'pchilikda writing qiyin bo'ladi, seferda asosan, lekin menda reading qiyin bo'ldi. Readingda asosan part 4 va 5 da qiynaldim. Lekin shu qiyinchiliklarni o'zimda bilgan holda yanada o'zim ustimda ishlab, mana hozir ko'rib turibsizki, B2 sertifikatini qo'lga kiritdim. Men ingliz tilini o'rganishni may oyidan boshladim va mana 2 oy o'tdiki, men milliy sertifikatni qo'lga kiritdim. Ingliz tilini o'rganishni may oyidan boshladim. 2 oy ichida B1 sertifikatini qo'lga kiritdim. Men kattakon rahmat aytaman shu ustozimga, Mr. Doniyorga va bu yerdagi Ziyo ta'limga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bunda ustozimni hissasi juda ham katta bo'ldi va men ularga kattakon rahmat aytmoqchiman. Xudo xolasa bundan keyingi natijalarimizni C1, C2 natijalar IELTS 9 da olishga harakat qilamiz. Lekin qiynalganimga qaramasdan men o'zim ustimda ishladim va ustozim va ota-onalarimning duosi bilan men B1 sertifikatini qo'lga kiritdim.